Men safarga ketyapman, o'tin ruxsatimsiz chiqma ko'chaga. Hop bo'ladi dedi ayol, jim o'tirjamlik cho'kdi o'rtaga. 2 kuncha o'tib oradan taqiladi darvoza sekin. Kim u ayol so'radi undan, men otangning do'stiman qizim. Otang betob yotibdi uyda, shuni senga aytgani keldim. Ayol dedi titroq kuyda, shifo bersin yaxshiyam bildim. Borolmayman lekin ming afsus, erim ketgan olis safarga. Chiqma degan ko'chaga, siz kelsa borib kelamiz birga. 2 soat o'tmasdan yana taqiladi darvoza qattiq. Kim u ayol dedi baralla, ukangizman gapirdi ochiq. Otam biroz og'ir ahvolda, sizni so'rab kutyapti halak. Padaringiz axir har holda tosh emasdir sizdagi yurak. My Car Time kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Ukajonim, hatto o'ylama, pochang kelsin safardan qaytib. Hech qayerga chiqma deganda, shifo bersin borib qo'y aytib. Uka ketdi qaytib ortiga, opa biroz siqildi, yondi, alam qildi, ketolmay birga. Sadoqati tufayli qoldi. 2 kundan keyin darvoza taqiladi yaqin ochishga. Ayol ko'ngli o'rtanib rosa ulgurmadi kim u deyishga. Opa otam qildilar qazo, bosmadingiz bir bora qadam. Ayol yig'lab derdi ey xudo, jannatlarga kirsinlar dada. Hech narsani o'ylamay ayol darvozadan chiqmoqchi bo'ldi. Shu payt ketdi eriga xayol, choram yo'q deb yerga yiqildi. Uka jal qildi-yu qaytdi, tushunmasdan opani bir zum. Shunday bo'lgan zamoni, u payt telefonlar bo'lmaganmidi? 3 kun o'tib safardagi qaytib keldi sog' salomat. Voqeani tinglab berdi, bormabsan-da attang o'sha payt. Gapingizni yerda qoldirsam, gunohidan qo'rqaman buni. Indamasdan bilganim qilsam, qiylanaman oxirat kuni. Yillagancha uxladi ayol, tushga kirdi o'lgan otasi. Unga kulib qo'ydi-da xiyol, qizim yaxshi dedi hammasi. Bir amaling yoqib xudoga, Alloh menga mukofot berdi. Itoat qo'y bo'lganding yerga, jannatimiz hammamiz endi. Qara jannat ro'yatlarida, onang, ukang, ering va o'zing. Qarindoshlar jamdur barida, oldimda ham yorug'dir yuzing. Qay holatda bo'lsa ham bari, jannatlarga bo'lar musharraf. Sevintirding jon qizim mana, sening otang ekanim sharaf.